Şu Qazaqstan Cumhuriyeti yaşayotgan barliq xalqqa rahmat. Mamlakatimiz Jungo va Qazaqstan Cumhuriyeti o'rtasidagi do'stlik rishtasының mangu bo'lishiga, chegaralarning doimo ochiq turishiga, o'rtaq gullanib do'stlik rishtasini texnik mustahkam bog'lashiga chin dilimdan tilakdoshman. Sizlar bilan yuz ko'rishib, didorlashib turaylik. U yoq bu yoqda o'rtiqanlar bir-biri bilan doimo jam bo'lishib, shatlanib tursin deb tilayman. Bugun mushu mamlakatda yashayotgan, mushu jumhuriyatda yashayotgan sizlar bilan qarindosh, biz bilan tarixiy qarindosh bo'lgan, turkiy qavmlardan bo'lgan mushu Qazaq xalqiga bo'lgan hurmatim nayda cho'ng bo'lg'ashqa bir naqshini Qazaq xalqining tilidan, shu Qazaq xalqining klassik naqshlaridan birini aytib baqay deb tayyorlab qilib keldim. Shu naqshni bir anglab baqsanglar, agar yetamagan taraflar bo'lsa, o'gitib qo'yasizlar. Qani, marhamat. Bayan ketdik. Davay.